Assalomu alaykum. Biz sizni go'zal Buxoro shahridagi tarixiy Durdona Sitora-i Moxosa muzeyiga sayohatga Taklif qilamiz. Sitora-i Moxosa saroyi fors tilidan tarjima qilinganda yulduzlar va oy saroyi degan ma'noni anglatadi. Bu saroy 19-asr oxirida Amir Abdulahadxon buyrug'i asosida usta Shirin tomonidan qurdirilgan. Amir Olimxon tovuslarini juda ham yaxshi ko'rgan va u o'z saroyiga har xil davlatlardan tovuslarni olib keltirgan. Tovuslar saroyning ko'rki va boylik ramzi hisoblangan. Bu joy o'zining tarixiy shon-shuhrati, nafis me'morchiligi va go'zalligi bilan har bir kelgan mehmonni o'ziga sehrlab qo'yadi. Ayniqsa, Oq uy deb ataluvchi ushbu zal ko'pchilikni o'ziga rom etadi. O'z vaqtida amirlik bu yerda o'z elchilarini qabul qilgan. Bugungi kunda Sitora-i Moxosa saroyi Buxoro amirlarining hayotini va madaniyatini namoyon etuvchi muzeyga aylangan. Bu yerda o'sha davrga oid qimmatbaho buyumlar, ipak matolar, amirlarning kiyim-kechaklari, ziraklar bor. Sitora-i Moxosa bu shunchaki saroy emas. Bu o'zbek xalqining madaniy xotirasidir. Bu yerga kelgan har bir tashrif buyuruvchi o'tmish va bugun o'rtasidagi ko'prikni his qiladi. Bu yerda esa 19-asr oxiridagi erkaklar liboslaridagi zardo'zlik namunalariga guvoh bo'lishingiz mumkin. Mishmishlarga qaraganda amirning kanizaklari hovuzni sut bilan to'ldirib cho'milishgan ekan. Bizning tarix bu nafaqat o'tmish, balki kelajak uchun ilhom manbaidir. Bu yerda esa o'sha davrning zargarlik namunalariga guvoh bo'lishingiz mumkin. Bu esa sirli xona. Bu yerda hech qanday ovozlar eshitilmagan. Qani, siz ham shu joyga kelib, o'zingizni amir davrida his qilib ko'rmaysizmi?